16 Pro Max. Chiroyli telefoni. Lekin mantini sindirib qo'yishgan orqa krishkasini. Endi bunga yechimi iPoddan yechib olib, original deset rangli krishka qo'yib beramiz. Mashtlari ham o'zini qirilgan, chizilgan. 16 Pro Max ichi 16 Pro Max ga qo'ymoqchi bo'lganmiz krishkamiz mana shunaqa. Bu iClouddan yechib olingan. Чистый original krishka. Original hech qanaqa narsa yo'q. Yana mana ishqilib tekshiraman deb tushiravermasam bo'ldi. Hop. Shunaqa maxsus kleydan foydalanyapti. Buffer glue ekan. Hop. O'zini vlogozashtasi turibdi. Zavodskiy vlogozashtasini olmadim, yo'q joylarga qo'yib chiqdim. Xudo xolasa endi krishkasini olib borsam bo'ldi. 16 Pro Max desert krishkamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek hech qanaqa zazor yoki ochilib qolgan joy anaqasi yo'q, hammasi ideal holatda. O'zini krishkasi 16 Pro Max rasmga olib qo'yamiz.